Assalomu alaykum hammaga, qadrli Armadan Motors sotuvchilari. Bugun sizlarga dastavka uchun miniladigan ikki xil skuter bor. Shularni ko'rsatib beraman sizlarga. Bu yerda tank ikki xili bor. Xo'p, tankdan boshlaymiz akalar. 150 kubalik. Maksimal tezligi 90-100 ga chiqadi. Xo'p, 100 kilometrga 3 litr rasxod qiladi. Buni tumannisi bor, orqasida 3 ta gofrasi bor akalar. Bu tank 2 ni eng oxirgi restyling varianti bo'ladi. Kolonka deysizlarmi, start stop, mejigar и USB kabel chiqadigan joylari ham bor. Orqasida 3 ta gofrasi ham bor. Plus eng full paketda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $900 qilib beramiz. Hozir bu yerda ham yana bitta bor, buni sotganmiz. Mijozimizga dastavka qilib beramiz. Hop, $900 tank 2. Hop, keyingi modelimiz Rocket. Bu ham 150 kubalik. Buni ham maksimal tezligi 60-70 ga chiqadi. Bu ham 100 kilometrga 3 litr rasxod qiladi akalar. Bu ham orqasida sondig'i bor. Bu ham mejigar, USB kabel chiqadigan joyi, telefon podstavka, bakovoy, hamma narsasi bor mana. Polilari chiqadi ichidan. Benzin boki bu joyda bo'ladi. Xullas, buni ham har xil ranglari bor. Ko'k deysizlarmi, oq deysizlarmi. Xullas, topsanglar bo'ladi mana. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarini ham qilib beramiz. Toshkent shahar ichida dastavkamiz tekin. Bundan tashqari kaskalar ham bor bizda. Mana. Xo'p, kimga shunaqa skuterlar yoki mopedlar, mototsikllar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga telefon qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, mana laboyimiz bor. Dastavkasini ham chiroyli qilib beramiz. Mana. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Assortiment juda ham ko'p.